Jin ursin. Nega javob bermaydi? Yigitlar, Amikosning kelajagi uchun qadahlarni ko'taring. Oldik! Qoyil. Qoyil! Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ahvollar yaxshimi? Qalaysan? Ko'rinishing chakki emas. Rahmat og'ayni. Hech vaqosi yo'qlar. Doim muammo chiqargan. To'g'ri aytasan. O'z xalqaro korxonamni boshqaruv bilan bandman. Nega unga o'xshaganlarga vaqtimni ketkazishim kerak? Afsus, bunaqalar ko'payib ketdi. Hoy, endi ortimdan qaytar. Qilgan ishimni kechirib bo'lmaydi. Gapir. Qilgan ishimni kechirib bo'lmaydi. Voy xudoyim, judayam jiddiy-ku. Fransuz tilida aytchi. Le français de FIFA. Talaffuzi zo'r ekan. Rostdanmi? Hoy, yana biror nima de. Gapir, qo'lingdan kelgan barcha ishni qilishing kerak. Bo'la qol. Gapir. Sonvon. Bas qil endi. Mayli. Changun, uni qo'yib yubor. Yaxshi. Hoy, tur o'rningdan. Buning ishda ket bu yerdan. Mana. Ey xudoyim. Seni qarayu. Demak, meni sudga bermaysizmi? Juhi meni va boshqalarni. Xo'p, mayli. Ha, nima bo'lganda ham sudga berib hech narsaga erisha olmayman. Shunchaki uni bekor qilaman. Shunday ekan ketaver, bora qol. Rahmat janob. Rahmat. Rahmat. Rahmat dema, chunki men sendan minnatdorman. Yaxshisi Teyonga rahmat de. Mionson va Fanshin hozir do'shingga mahsulot yetkazib beryapti. Ha, ajoyib. Voy, tabriklayman. Seni do'stliging ortidan shuncha pul ishladim. Senga rahmat. Minnatdorman. Rahmat. Hoy yigitlar, bugun hammasini men to'layman. Olinglar, ichamiz. Qani? Oldik. Yo'lni topib kelibsan oxiri. Mayli ol. Bu yerga yuqori maktab davrida kelardim. Hammasini bir o'zing ichdingmi? Sekiroq ichsang bo'lmasmidi? Hoy. Men uzoq vaqt ana u 24 soatlik do'konda ishladim. Bu yerda qancha ishlab topgandim? Xo'sh. 100 milliondan kamligi aniq. Teyon, sen oldin hech qachon ishlamagansan, ha? Pul tejash uchun muddati o'tgan kimbabam yemagan bo'lsan kerak. Pulni deb odamlar oldida boshingni ham egmagandirsan. Bir kuni menga puling bo'lmasa janjalga aralashmaslik kerakligini aytganding. Bugun iloji boricha sen aytgandek qilishga harakat qildim. Hammasini aytganingdek qildim. Shunday ekan 100 million to'lashimga to'g'ri kelmaydi. Lekin meni boshqa sabab bilan qo'yib yuborishdi. Hammasi seni sharofating bilan ekan. Men juda harakat qildim. Tushunyapsanmi? Hoy, bu meni deb emas. Bu muhim bo'lgani uchun Sunvon va Do'shin kelishuv tuzishdi. Xavotir olma. Voy. Hozirgina o'zimni yanada nochor his qilishimga majbur qilding. Nima bo'lganda ham senga rahmat. Men sen uchun hech nima qila olmayman. Shunday ekanki, bugun ertalabgacha ichamiz. Sinchon, Juki, ke birga ichamiz. Xantayon bilan birga ekaningni bilmagandim. O'zimni yaxshi his qilayotganim uchun uni birga ichishga chaqirdim. Sudni bekor qilishga yordam beribsan deb eshitdim. Sinchonga nima yomonlik qilding? Yomonlik? Hoy, unga yaxshi niyatda yordam berdim. Axir do'stmiz-ku. Rostdanmi? Boy odamlar pullarini faqat ikkita sabab bilan kambag'allarga ishlatishadi. Yoki pul uchun, yoki yomonlik qilganlar uchun. Sinchonga yordam berib hech nimaga erishmaysan. Xo'sh, unga nima qilding?
Shunchaki rahmat deyishing kerak bo'lganda buncha ko'p gapirmasang. Nega g'ururing va pul o'rtasida bittasini tanlamaysan? To'g'ri. Pullaring oldida o'zimni mag'rur tutishimdan nima foyda? Shunchaki minnatdor bo'lishim kerak, to'g'rimi? Hay, sizlarga nima bo'ldi? Shunchaki birga ichmoqchi edim xolos. Mayli, men uyga ketdim. Aytgancha, meni bir narsa qiziqtiryapti. Otamning o'limini yashirish uchun qancha to'lading? Bu qanchaga tushgani juda qiziq. Senjon? Ha? Ey xudoyim. Nega buncha ahmoqsan? Kel, yana ozgina ichamiz. Nega bunday deyapsan? Unga yordam beribsan deb eshitdim. Nega? Buni ahamiyati yo'q. G'ashimga tegma, iltimos sendan. Hammasi Juhini debmi? Juhiga yordam bermoqchimiding? Menga ayt. Unga nisbatan haliyam hislaring bormi? Nimadan bunchalik xavotirdasan? Sen bilan unashtirilganman. Tez orada to'y qilamiz. Hatto o'z oltin qoshig'imni senga berdim. Bera oladigan hamma narsamni berdim. Nega haliyam buncha xavotir olyapsan? Senga ishona olmayman. Agar bunday qilsam menga ishonasanmi? 찾으려 애써 보지 못한 수많은 질문에 답을 내려 해 Qarorlar kitobi. Yoningda yaxshi odam borligi baxt. Buni birinchi oyligimda oldim. Nihoyat uni senga sovg'a qilyapman. Senchon xavotir olayotganingda yoki bezovta bo'lganingda shu kitobni och. Balki u savollaringga javob bera olmas, lekin kayfiyatingni ko'tarib, seni qo'llab turadi. Uni ochishim bilan nimani o'qiganimni topcha. Yoningda yaxshi odam borligi bu baxt. Li Sinchon, sen bilan tanishganimdan xursandman. Unga nisbatan haliyam hislaring bormi? Yo'q. Hislarim yo'q. Kelinglar, navbatdagi qismga o'tamiz. Diqqat bilan qarab turing. Menga pul yuborishdi. Pul yuborishni boshlashdi. Mana, men endi boyib ketdim. Qo'y, shoshma. Chindanam Hantayonning yaqin do'stiman. Nega ishonmaysizlar? Voy xudoyim. Mana rasmda turgan men bilan u. Qani, sevimli Doshin Haytekdan boshlaymiz. Doshin Haytek. Doshin Groupga nimadir bo'ldimi? Voy, Doshin guruh rahbarining o'g'li narkotik moddalar qabul qilayotganida gumonlanayotgani haqida xabarlardan so'ng kompaniyani aksiyalari bir haftada 10.2% ga tushib ketdi. Doshin Electronics'da ham vaziyat xuddi shunday. Global investitsiya banki MMS holatga baho berdi. O'tgan yilgi yirik kompaniyalarning hisobotini taqdim qildi. Bu esa yanada diqqatni o'ziga jalb qiladi. Bu yana nima bo'ldi? Doshin Group rahbarining o'g'li Hantayon. Nimalar bo'lyapti? Hoziroq buni hal qiling. Jin ursin.
nega go'shakni ko'tarmaydi? Hoy Pak Changun, Taeyon haqidagi maqolalarni top. Xo'p. Hoziroq! Xo'p deyapman-ku. Bu Xanteyon, ablah Xanteyon shunga munosib. Shunday bo'lishini bilgandim, u shunga munosib. Doshin Groupning sho'ba korxonalarining aksiyalar narxi ham tushib bormoqda. Hatto xorijlik investorlar ham o'z aksiyalarini sotishyapti. Bu esa Doshin Group aksilari bozorida kutilmagan holat bo'ldi va Xudo qancha pullarim havoga uchyapti. natijada Doshin Groupga qarashli barcha kompaniyalar qiyin vaziyatni boshdan kechirishyapti. Bunga hech kim tayyor emasdi. Hoziroq. Sotib olishni boshlang. Doshin Group rahbarining o'g'li narkotik qabul qilishda gumonlanmoqda. Taeyon narkotik qabul qildimi? Bunday maqolani kim chop etdi? Jon Taeymi? Direktorlar kengashi hisobotiga ko'ra, aksiyalar kun sayin tushib ketmoqda. Tezroq oldini olish kerak. Taeyonni top, kengash a'zolarini shoshilinch yig'ilishga chaqir. Yana ma'zur tutasiz. Nima gap? Nima? Tushunarli. Nima gap? Kimdir katta miqdorda Doshin High-Tech aksiyalarini sotib olyapti. Menmi? Agar aksiyalarni sotib olmoqchi bo'lsam, senga aytgan bo'lardim. Unaqada aksiyalarni kim sotib olyapti? Narkotik haqidagi maqolani chiqarmayman deganding-ku. Nazarimda bu noto'g'ri qaror bo'ldi. Aksiyalar qariyb 5 milliard won bo'ladi. Bu tashkilot ham xorijlik ham emas, oddiy odam. Qiziq, kim ekan bu odam? Shu yerda qolib, aytmoqchi bo'lgan gaplarimni aytaman. Aytmoqchi bo'lgan gaping bormi? Sizga nima qilishimdan qat'iy nazar, bor yo'g'i 3 yil sabr qiling degandim. Yodimda. Ammo sabrimning ham chegarasi bor. 1 hafta. Attiga yana 1 hafta sabr qiling. Sizga pand bermayman. Janob, Janob, favqulodda yig'ilishni keragi yo'q. Nima? Hammasini bekor qil. Bu hokimiyat va boshqaruv uchun kurashmi? Chetdagilarga vaziyat boshqacha ko'rinishi mumkin, ammo g'olib butunlay kutilmagan odam bo'lib chiqadi. Kompaniya aksiyalari Xanteyonning narkotik iste'mol qilgani tufayli tushib ketgan paytda qandaydir badavlat kishi 500 milliard aksiyani sotib oladi. Bular esa Doshin High-Tech aksiyalari. Bu kim bo'lishi mumkin? Aytgancha eshitdingizmi? Boshlang'ich birjada 500 milliard wonga chiqayotgan korxona bor ekan. Nomi nima edi? Men bilaman. Mostlab. Ol. Hokimiyat va boshqaruv uchun kurash. 500 milliard won. Most Lab. Ajenxbet bilan yevroni his eting. Ha, Juki. Sinchon, Dongyon Most Lab kompaniyasida ishlayotgani to'g'rimi? Ha? Nega so'rayapsan? Rahmat.